To'g'ri aka, men bor uzr, akam kelib qoldi, burilishda tursam aka. Ya unaqasi ketmaydi aka, endi birga ketamiz, to'g'ri tushunasiz. Ketib qolyapman, uzr men bor. Qo'yapman aka, men o'yoqdan sizni deb kelyapman. Aka gaz tariflar, bu gazini kim to'laydi? Yana bir ko'rishamiz aka. Ko'rishamiz. Ya aka, hozir ko'rishamiz, hozir ketamiz. Bo'lmasa mana shu 4 mingni berasiz, keyin ketaman. Yo'q aka, men chiqib ketib qolibman, bo'ldi, xabarlashamiz. Orqangizdan yetib olaman. Aka, qanaqa mashinada? Bo'lmasa chekkaroq tursangiz ko'rishamiz. Meni ketgan gazini pulini bering, yonadigan minimalkani. Qancha gaz ketdi aka sizga hozir? Ha? Yo'q. Qancha gaz ketdi aka? 4 ming bilan yonadi, shu 4 mingni berasiz aka menga. Qanaqa 4 ming yonadi aka? U men oldimga kelsangiz qo'yiladi-yu, hisob. Siz oldida kelyapmanmi, u yoqdan gaz tariflab qayerga yetdingiz aka, qayerga boray? Yo'q, sizga qarang, odam yetganingizdan keyin qo'yiladimi? Ha, sizni oldingiz qani, men chaqirib turib ketaveryapsiz aka, men kallangizni ishlating, qaysi kalla bilan siz bu ishni qilyapsiz? Hammani tirikchilikni yuribsizmi aka? Akangiz kelam, bo'lak kelam, hali dogovor qilib turib, hali orqaga siyish deyapti bu narsa aka. Ertalab odamni asabini buzib, "O, nariyadan keldim oldingizga." Bo'lmasa taksida yurmay sizga masakan taksi. Eshitdingizmi gapimni? To'g'ri aka, men bor uzr, akam kelib qoldi.